هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي ألا من جلا رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alloh subhanahu va taologa hisobsiz hamd va sanolar bo'lsinki, bugun mana butun yil bo'yicha eng fazilatli bir kunda Arafat kunida turibmiz. Mana Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuriga chaqirgan va haj ibodatini ne'matini nasib qilgan saodatli kunlari bugun Arafatda turib Alloh subhanahu va taologa duo qilishadi va bugun Alloh subhanahu va taolo eng ko'p qullarini jahannamdan ozod qiladigan kundir. Bugun Alloh subhanahu va taolo nihoyatda rahmat qiladigan, marhamat qiladigan, mag'firat qiladigan kundir. Duolar qabul bo'ladigan kundir. Mana bunday bir tayyorgarlik Qurbon bayrami uchun bo'lyapti. Qarang, bir kun kelyaptiki, undan oldingi kunning fazilati qanchalik katta. Qanchalik katta va'dalar, qanchalik katta savoblar va mag'firat, kechirishlik va ozod qilishlik bo'lyapti turgan bo'lsa, undan keyingi kun, ya'ni bayram kuni, Qurbon kunining fazilatini mana shu yerdan bilib olsak bo'ladi. Albatta, har bir mu'min Qurbon bayrami derkan, Qurbon kuni derkan, Ibrohim alayhisalom va Ismoil alayhisalomning o'rtasida bo'lgan voqea har bittamizning aqlimizga, esimizga tushadi. Va zotan bu solih amallar kitob-u sunnatning bizga o'rgatgan go'zal amallarining tagida tarixiy buyuk fidokorliklar, tarixiy buyuk kamolatlar mavjuddir. Islom dinidagi amallar, Islom dinidagi ahkomlar, Islom dinining qonunlari boshqa bu kofirlarning, kommunistlar, demokratlar, Amerika, Yevropa, Rusning qonunlariga o'xshab insonlar tomonidan to'qib chiqarilgan behuda, ma'nosiz narsalar emas. Balki Islom dinidagi har bitta hukm, har bitta qonun, har bitta amalni tekshiradigan bo'lsangiz, uning orqasida nihoyatda ko'p hikmatlar, foydalar, ibratlarni ko'rasiz. Mana Qurbon bayrami va qurbonlik qilishlik amali islomdagi eng fazilatli buyuk amallardan bittasidir va hikmatlari nihoyatda ko'p. Biz o'tgan darslarda ham ba'zi hikmatlarni zikr qildik. Shu hikmatlaridan, foydalaridan bittasi, go'zalliklardan bittasi islom tarixida, balki insoniyat tarixida bo'lgan bir voqeadir. Ibrohim alayhisalom Allohning rizosi uchun Allohning buyrug'iga itoat qilgan holatda o'zining yaxshi ko'rgan o'g'lini Ismoil alayhisalomni qurbon qilishlikka tayyor bo'lishligidir. Bu oson narsa emas bu. Mana islomning amallarini, islomning qonunlarini, hukmlarini, hikmatini qarang. Tarixda o'tgan buyuk bir voqeani eslatyapti. Biz bu qurbon kunlarida albatta buni eslashligimiz kerak. Bu faqatgina islom ahliga emas, butun insoniyat va hatto butun jinniyotga ibrat bo'ladigan, dars bo'ladigan voqeadir. Alloh azza va jalla Soffat surasida bu voqeani kengroq zikr qiladi. 99-oyatdan boshlab Estaizu billah va qala inni zahibun ila robbi sayahdin. Ibrohim alayhisalom o'zining diyorida, o'zini tug'ilib o'sgan joylarida insonlarni tavhidga da'vat qildilar. Allohga chaqirdilar.
Mahluqqa xor bo'lishlikdan ogohlantirdilar. Ey insonlar, Alloh azza va jalla sizlarni aziz qilib yaratgan. Sizlarni qadrli qilib yaratgan. Sizlarni mukarram qilib yaratgan. Mahluqlarga ibodat qilmanglar. Xususan bu toshlardan, daraxtlardan yasalgan butlarga ibodat qilmanglar. Bu insonga dunyoda ham xor bo'lishlikni, oxiratda ham xor bo'lishni vojib qiladi. Bu rasvolik bu deb da'vat qildilar. Lekin butun payg'ambarlarga dushmanlik qilingandek Ibrohim alayhisalomga ham dushmanlik qilindi. Ibrohim alayhisalom ularni jannatga chaqirdilar, haqiqatga chaqirdilar, izzatga, saodatga chaqirdilar, lekin ular dushman bo'lishdi. Va bilasizki, qo'lidan kelgan makr hiyla, aziyat, zulm, vahshiylik, pastkashlikdan qaytishmadi. Va insoniyat tarixidagi eng katta jazoni bermoqchi bo'lishdi. Nihoyatda katta o'tga oqishib, Ibrohim alayhisalomni shu o'tga otishdi. Alloh subhanahu va taolo nusratini ko'rsatdi. Mo'jiza sodir bo'ldi. Ibrohim alayhisalomga hech qanday zarar berisha olmadi. Ibrohim alayhisalom ko'rdilarki, bu qavm, bu millat da'vatni qabul qilmaydi. Bu diyorlarda islomga ko'ra yashashning imkoni yo'q. Shunda Alloh taoloning izni bilan hijrat qilishlikka qaror qildilar. Va mana hijrat qilyaptilar, aytayaptilarki, albatta men ketaman deyaptilar. Sizlar islomni qabul qilmadilaringiz. Islom hukmlarini qabul qilmadilaringiz, jannat yo'lini qabul qilmadilaringiz. Sizlar shaytonning yo'liga, jahannam yo'liga yopishib oldilaringiz. Men ketaman, Robbimga ketaman. Albatta Robbim Alloh subhanahu va taolo meni dunyo va oxiratning go'zalliklariga hidoyat qiladi. Yaqinda Alloh subhanahu va taolo butun yaxshiliklarni menga beradi dedilar. Ibrohim alayhisalomni siz holatini bir tasavvur qiling. O'zini otasi qarshi chiqqan, yaqin qarindoshlari qarshi chiqqan, yoshligidan tug'ilib o'sgandan beri tanigan atrofidagi insonlar dushman bo'lib, u kishini butun yaxshi go'zal sifatlarini yomonlikka burib, tuhmat qilishib, yomon inson qilib ko'rsatgandan keyin Ibrohim alayhisalomning holatini o'zi tushuning. Endi hozir begona yurtlarga ketyapti. Begona yurtlarda ham kofirlar mavjud. Endi bu begona kofirlar tanish kofirdan ham battar bo'ladi. Buning uchun juda katta bir tavakkul kerak edi. Bizning zamonimizda islom ahli hozir dunyoning muxtalif yerlariga hijrat qilishyapti. Alhamdulillah, Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsinki, dunyoning qayeriga borsangiz, mana dindoshlaringiz, mo'min birodarlar topiladi va qo'lidan kelganicha sizga nusrat qiladi, yo'l ko'rsatadi. Lekin Ibrohim alayhisalom ketyaptilar, yana boradigan joylarida kofirlar hokim bo'lgan, kofirlar mavjud bo'lgan joylardir. Shuning uchun aytayaptilarki, men faqatgina Robbimga tavakkul qilaman, faqatgina Robbimga ishongan holatda ketaman. Va Robbim meni eng go'zalliklarga boshlaydi. Orqasidan Ibrohim alayhisalom duo qildilarki, Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, menga solihlardan bo'lgan zurriyotlarni hadiya qilgin. Ibrohim alayhisalomning qissalarini yaxshi bilasizlar. Yoshlari 80 dan oshdi, ayollari ham yoshlari katta bo'lib qolgan. Lekin Allohdan umidlarini kesgani yo'q. Ey Robbim, solihlardan bo'lgan zurriyot, farzandlar nasib qilgin. Biz vafot qilganimizdan keyin bizni dinimizni davom ettirsin. Bu tavhid da'vatini, diniy xizmatlarni davom ettirsin deyaptilar. Mana dinni g'amida, chunki ko'ryaptiki, atrofdagi insonlar dinni qabul qilmayapti. Shuning uchun islom davom etishligi uchun, islomiy xizmatlar, da'vatlar davom etishligi uchun Allohga duo qilyaptilarki, solihlardan bo'lgan bir farzand, zurriyot nasib qilgin, hadiya qilgin deyaptilar. Fabashsharnahu bi g'ulamin halim. Alloh azza va jalla aytayaptiki, biz Ibrohimga halim, sabrli, viqorli, nihoyatda aqlli bo'lgan bir o'g'il farzandning bashoratini berdik deyapti. Ibrohim alayhisalom 80 dan oshganlarda mana shu farzandni ko'rdilar. Albatta bir farzand Allohning katta bir ne'matidir. Xususan yoshingiz katta bo'lgan holatda butun insonlar endi bular farzand ko'rmadi, farzandsiz o'tib ketadi bular. Bular o'lgandan keyin bularning ishi yo'qolib ketadi. Xuddi Makka mushriklari payg'ambarimizga abitar deganidek, Muhammad o'lgandan keyin dini bitadi. Chunki o'g'il farzandi yo'q deb har xil fitna qilganlaridek Ibrohim alayhisalomga ham juda ko'p fitnalar, ta'nalar bo'lgandan keyin
qarigan holatida yuzga yaqinlashganda farzand ko'rishligi bu Alloh subhanahu va taoloning buyuk bir mo'jizasi, buyuk bir ne'mati edi. Alloh azza va jalla shuning uchun aytayaptiki, unga biz mana shunday bir halim bo'lgan o'g'il farzandning bashoratini berdik. Demak, bu yerdan yana bir narsa ma'lum bo'ladiki, kimiki Allohga tavakkul qilib, Allohga ishonib, Allohga itoat qilib, Allohga hijrat qiladigan bo'lsa, Allohning yo'liga chiqadigan bo'lsa, kufr shirkdan yuz o'giradigan bo'lsa, agarchi u kufr shirk uni eng yaqinlari bo'lsa ham, uni vatani bo'lsa ham uni tark qiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla unga dunyo oxirat saodatini beradi. Mana Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo har narsani beryapti. Hatto yoshi katta bo'lgan holatda farzand beryapti mana. Demak, dunyo oxiratda beradi Alloh taolo. Lekin Alloh subhanahu va taoloning sunnatiki, biz buni yaxshi bilishligimiz kerak. Hayotimiz imtihondan xoli emas. Ibrohim alayhisalom shunchalik fidokorlik qilyaptilar, lekin Alloh taolo mana shuncha imtihonlardan o'tding. Namruddek bir badbaxt kofir seni eng katta o'tga otaman deganda ham zarra qadar chekinmading, zarra qadar taraddud qilmading. Endi senga imtihon yo'q degani yo'q. Yana imtihonlar bo'lyapti. O'zi o'sha imtihon juda katta bir imtihon edi. Uncha-muncha insonlar chidamaydigan imtihon edi. Qanday qilib chidasin? Biz zamondagi musulmonlarni ko'ryapsizlar-ku, kofirlar sal tahdid qilsa, har qanday taktika qilishlikka tayyor bo'lyapti. Dinini tark qilishlik uchun, musulmon emasman deyishlik uchun, namoz o'qishligini yashirishlik uchun va boshqa har xil diniy haq hukmlar, dinining rukunlarini tark qilishlik uchun har qanday yo'lga, har qanday fatvoga tayyor bo'lishyapti. Lekin Ibrohim alayhisalomni eng katta o'tga tashaganlarida zarra qadar taraddud qilmadilar, zarra qadar qo'rqmadilar, matonat ko'rsatdilar. Mana bu ham biz uchun katta bir darsdir. Lekin shu bilan ham imtihon bitmadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, o'g'li Ibrohim alayhisalom bilan birgalikda sa'y qiladigan yoshga yetganida, ya'ni Ismoil alayhisalom nihoyatda bir to'lishgan bir yigit bo'lgan vaqtlarida, yoshlari to'g'risida har xil rivoyatlar bor, lekin oyatlarda ochiq aytilmagan, sahih hadislarda ham kelmaganligi uchun biz ham tayin qilmaymiz. Lekin sa'i degani sa'i harakat. Ibrohim alayhisalom bilan birgalikda yordam berib, Ibrohim alayhisalomga xizmat qiladigan, yonida mana yordamchi bo'ladigan bir yoshga yetdilar. Bu yana imtihonni kattaligining bir alomatlaridandir. Agar Ismoil alayhisalom o'g'illari bir katta bo'lib, zurriyotlar ko'rgandan keyin Alloh taolo bir so'yishlikka buyursa, sal buni yengil tarafi bor. Yoki yosh bolaligida so'yishlikka buyursa ham bir imtihonni, bu imtihonga nisbatan yengilroq tarafi bor. Lekin Ismoil alayhisalom nihoyatda to'lishgan vaqtida Ibrohim alayhisalomga nihoyatda bir mehribon farzand, solih zurriyot bo'lganlar, axloqi nihoyatda go'zal, ibodatiga mahkam, har taraflama mukammal bo'lgan farzanddir. Chunki Ismoil alayhisalom payg'ambar edi va Ibrohim alayhisalomga yordamchi bo'lyapti. Ibrohim alayhisalom mana yuzda atrofida bo'lgan yoshlardalar. Bu yoshda mana albatta bir yordamchiga inson muhtoj bo'ladi. Shunday yoniga kirgan, xizmatini qilib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo o'g'lini qurbon qilishlikka ishorat qildi. Mana shu to'g'risida Ibrohim alayhisalom o'zlari o'g'illariga xabar beryaptilarki, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Ey o'g'ilcham, bunayya deyaptilar. Ey o'g'ilcham deb bir mehr shafqat bilan, muhabbat bilan xitob qilyaptilar. Albatta men tushimda seni so'yib turganligimni ko'ryapman. Ya'ni payg'ambarlarning tushlari vahiydir. Bütün ulamolar bunga ittifoq qilgan masaladir. Payg'ambarlarning tushlari vahiy va tushining vahiy bo'lishligi payg'ambarlarga xosdir. Boshqalarda bu narsa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni inson qanchalik katta avliyo bo'lsin, qanchalik katta olim bo'lsin, uning tushi vahiy bo'lmaydi, dalil bo'lmaydi. Faqatgina payg'ambarlarning tushi vahiy bo'ladi va dalil bo'ladi. Ibrohim alayhisalom buyuk payg'ambarlardan biri bo'lganligi uchun tushlarida mana o'g'illarini so'yib turganligini ko'ryaptilar. Inni ara fil manami anni azbahuk.
men seni so'yib turganligimni ko'ryapman dedilar. Endi buni kayfiyati to'g'risida har xil rivoyatlar bor. Ba'zilar aytadiki, Ibrohim alayhissalom o'g'lini so'yib turganligini ko'rmadi-yu, lekin ta'vili shunga olib keladigan narsani ko'rdilarda, keyin ta'vilini gapirdi deydi. Bu tafsir xatodir, chunki Qur'onning zohiriga zid bo'lyapti. Chunki Ibrohim alayhissalom mana Sofat surasi 102-oyatda sarohatan aytayaptilarki, men tushimda ko'ryapman anni azbahuka. Albatta men seni so'yyapman ekan deyaptilar. Bu tushning bir ta'biri, ta'vil emas, bor bo'lgan narsani zikr qilyaptilar. Endi ba'zi mufassirlar aytadiki, buni bir marta ko'rdilar deydi, ba'zilar 3 marta ko'rdi deydi. Avvaliga hayron bo'ldilar, bu shaytondan emasmikin? Chunki ya'ni o'g'lini so'yishlik, ya'ni insonni so'yishlik hech qaysi shariatda bo'lmagan bir narsa. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom o'ylandilarki, bu Allohdanmikin yoki shaytondanmikin? Hech qaysi payg'ambarning shariatida inson so'yishlik, ya'ni ibodat bo'lmagan. Endi bizning shariatimizda ham bo'lmaslik kerak deb o'ylandilar. Keyin ikkinchi kuni ko'rdilar. Uchinchi kuni ko'rgandan keyin aytdilarki, demakki bu Alloh tarafidandir va bu vahiydir deb ikkilandilar degan qavullar ham bor. Vallohu a'lam. Ya'ni bu qavullar ham ya'ni birorta oyatda kelmagan. Ibrohim alayhissalom 3 kun ko'rganligi to'g'risida va birorta sahih hadisda ham payg'ambarimiz alayhissalom xabar bermaganlar. Ko'pincha bunday rivoyatlar Bani Isroildan kelgan Isroiliy rivoyatlardir. Shuning uchun agar voqelikka to'g'ri kelsa, haqiqatan bo'lgan bo'lsa, albatta biz tasdiq qilamiz. Lekin bo'lmagan narsa bo'lsa, ya'ni kitob Qur'onga ziyoda qilishlik joiz emas. Qur'on bizga kifoya qiladi. Qur'onda Alloh taolo Ibrohim alayhissalom to'g'risida ochiqchasiga aytayaptiki, mana seni so'yib turganligimni tushimda ko'ryapman deyapti. Va biz hozir aytdik, payg'ambarlarning tushi vahiy bo'lgandan keyin, endi vahiy to'g'risida payg'ambarlarning shak qilishligi ham joiz emas. Durust bo'lmagan narsa-ku. Fanzur maza tara, ya'ni fikr qiladigan, o'ylaydigan narsanga bir qaragin deyaptilar. Ibrohim alayhissalom o'g'liga xabar beryaptilar. Endi bu narsa Alloh tarafidan buyruq bo'lgandan keyin, Alloh subhanahu va taolaning hukmi bo'lgandan keyin Ibrohim alayhissalom albatta so'zsiz buni bajaradilar. O'g'li buni qabul qiladimi, qilmaydimi? Albatta qabul qiladi. Lekin qabul qilmaydigan bir ehtimolni faraz qilsak ham, baribir Ibrohim alayhissalom buni bajaradilar. Mana payg'ambarlarning itoatini ko'ring. Lekin Ibrohim alayhissalom o'g'liga bir xabar berib qo'yaptilar oldindan, toki o'g'li bir basiratda bo'lsin, tayyorgarlik ko'rsin shu narsaga. Chunki hozir bu amal ota bilan o'g'ilning o'rtasidagi mushtarak amaldir. Ikkalasi ham niyat e'tiboridan va kayfiyat e'tiboridan zohiran botinan Allohning shariatiga, Allohning hukmlariga mukammal muvofiq bo'lishlik kerak. Shuning uchun xabar berib qo'yaptilar o'g'liga. Ikkinchidan, o'g'lini yaxshi ko'rardi. O'g'liga albatta yaxshi gumondaki, hozir o'g'limga men xabar beraman, o'g'limdan inshaalloh bir go'zal bir kayfiyatlar, go'zal bir so'zlar, go'zal bir amallar sodir bo'ladiki, ham menga tasalli bo'lsin, ham qiyomatgacha keladigan butun insonlarga ibrat bo'lsin degan maqsadda aytayaptilar. Mana ko'ring, qurbonlik deganimizda, Qurbon bayrami va qurbonlik kesishlik deganimizda mana bu qissalar, mana bu voqealar biz aqlimizga albatta kelishlik kerak. Bu oson narsa emas. Ya'ni bizning zamonimizdagi butun insonlar, ha islomda bo'lsin, ha kufrda bo'lsin, bir inson o'zini o'g'li emas, qo'shnisini o'g'lini yoki dushmanini o'g'lini agar qurbon qilaman desa, hamma buni rad qiladi. Butun dunyo bunga qarshi chiqadi albatta. Bu qanaqangi ibodat, bu qanday gap? Endi bir inson qarigan holatda, yosh katta bo'lgan holatda ko'rgan bir o'g'lini so'yishligi va bu nihoyatda axloqi go'zal, itoatkor, solih bir farzand. Ota-onasiga mehribon bo'lgan bir farzand. Hech qanday bir xatosi ham, gunohi ham yo'q, bir kamchiligi ham yo'q. Mana bunday mukammal bir farzandni so'yishlik, yana ibodat deb so'yishlik, bu oson narsa emas. Ibrohim alayhissalomga ham oson emas edi. Va bu farzandi Ibrohim alayhissalom Allohdan qancha duo qilib tilab olgan edi. Shunchalik duoning bir samarasi edi bu narsa.
Va Ibrohim alayhisalomning qancha umidlari bor edi Ismoil alayhisalomdan. Va yana Alloh subhanahu va taoloning qadarida yozilinganki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shu Ismoil alayhisalomning naslidan keladigan edi. Shunchalik buyuk bir inson edi, fazilatli bir inson edi. Ibrohim alayhisalom endi Alloh tarafidan birdaniga shunday bir hukm kelyaptiki, mana shu o'g'lingni so'yasan deyapti. Qarang, qurbonlik qilasan deyapti. Bu narsa oson narsa emas bu. Hozir qarang, bir insonni farzandingizni so'yishlikni qo'ying. Bizga bir qo'y so'yasan desa, qancha rangimiz o'zgarib ketyapti. Qo'y desa. Endi mol so'ygin, tuya so'ygin desiz, sizga xuddi dushmanga qaragandek qaraydi. Bir odamga sen qo'y so'yma, mol so'ygin, tuya so'ysang yana ham yaxshi bo'ladi desiz, xuddi unga dushmanlik qilgandek, yomonlikda ravo ko'rgandek sizga qaraydi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat, meni o'ylayapsiz, ajri savobi ko'p bo'lsin deyapsiz demaydi. Insonlarda ko'pchiligi mana shu holatda. Qarang, buni hayvonni qurbon qilishlik nafsimizga qanchalik og'ir kelyapti. Bo'lmasa hayvon zotan so'yiladigan, zotan yeyiladigan narsa. Va unga qancha savoblar, ajrlar va'da qilinyapti. Qurbonlikda ahkomlari, fazilatlari to'g'risida o'tgan darsimizda aytdik. Mana bizga, bizi zamondagi musulmonlarga yana qurbonlik qilaman deb turganlar dindor insonlar albatta. Ularga bir oddiy bir qo'yni so'yishlik qancha og'ir kelyapti turgan bo'lsa, endi farzandni so'yishligini o'ylang. Shunga tayyor bo'lyaptilar. Alloh subhanahu va taolo bu voqealarni bizga aytib, ey insonlar, Ibrohim alayhisalomdan ibrat olinglar. Zotan boshqa oyatlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga ham amr qiladiki, Ibrohim alayhisalomning millatiga ergashgin deydi. Hatto Muhammad alayhisalom Ibrohim alayhisalomning millatiga ergashishlikka ma'mur bo'ldi. Biz payg'ambarimiz alayhisalom vositasida qiyomatgacha butun ummat, butun insoniyat Ibrohim alayhisalomga ergashishlikka ma'mur bo'lyapti. Ibrohim alayhisalomga ergashishligimiz kerak. Demak, biz Ibrohim alayhisalomga ergashadigan nuqtalarimizdan bittasi mana bu darajada bir taslimiyatdir. Alloh subhanahu va taolo bizdan o'g'limizni so'rasa, o'zimizni so'rasa, zarra qadar taraddud qilmagan holatda, o'ylanmagan holatda fido qilishlikka tayyor bo'lishligimiz kerak. Masalan, islomda bizdan talab qilyapti turgan narsasi o'zini yo'liga talab qiladi. Alloh yo'liga chiqqin deydi, joning bilan, moling bilan. Farzanding chiqsin Alloh yo'liga moli bilan, joni bilan deydi. Mana bu narsalarga biz labbayk deb xursand bo'lib, Allohdan rozi bo'lgan holatda, taslim bo'lgan holatda qabul qilishligimiz kerak. Zarra qadar bir og'irlik, bir mahzunlik kelmaslik kerak qalbimizga. Ibrohim alayhisalomdan ibrat olaylik. Endi o'g'illari nima dedi? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ey otajonim dedilar. Qarang, so'yaman degan otaga aytayaptiki, ey otajonim, birdaniga aytayaptilar, bir o'ylanib, tafakkur qilib bir o'ylab ko'rsam maylimi yoki ba'zi ishlarim bor qilsam maylimi degani yo'q. Birdaniga aytayaptilarki, ey otajonim, nimaga amr qilinyapti degan bo'lsangiz, shuni bajaring dedi. Qarang, if'al ma tu'mar. Buyruq qilyaptilar, ota, sizga Alloh subhanahu va taolo Robbingiz nimani buyuryapti turgan bo'lsa, buni bajaring deyaptilar. Mana fidokorlikni qarang. Ibrohim alayhisalom mustaqil bir ibrat biz uchun, Ismoil alayhisalom boshqa bir mustaqil bir ibratdir. Ham o'g'lingizni fido qilishlikka tayyor bo'lishligingiz. Qarang, eng yaxshi ko'rgan narsangizni, jigaringizni bir parchasini fido qilishlikka tayyor bo'lishligingiz. Ikkinchisi, Alloh yo'lida so'yilishlikka tayyor bo'lishligingiz. Joningizni berishlikka tayyor bo'lishligingiz. Ismoil alayhisalom hech qanday bir taraddud qilmadilar, o'ylanmadilar. Ey otajonim, tamom siz payg'ambarsiz, buyuk insonsiz, hikmatli insonsiz, hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaysiz menga, lekin bir hikmatini aytsangiz bo'ladimi? Birorta shariatda bo'lmagan narsa-ku bu degani yo'q. Robbingiz buni buyuryapti turgan bo'lsa, amr qilyapti turgan bo'lsa, uni bajaring deyapti. Qarang, mana taslimiyatni ko'ring. Itoat mana bunday bo'ladi. Endi hozirgi musulmonlar shariatga itoati qanday darajada? Qarang, bu narsalardan juda uzoq. Namoz o'qishlikka shariat buyuryapti, namoz o'zini foydasi, shuni qilgisi kelmaydi, namoz o'qigisi kelmaydi. Ramazonda roza tutgisi kelmaydi, hajga qodir bo'lib hajga borgisi kelmaydi.
Zakot farz bo'lgan zakot bergisi kelmaydi. Hijrat farz bo'lgan xorlanib, ezilib ketyapti, hijrat qilgisi kelmaydi. Dinini, nomusini toptab bulg'ab tashlayapti kofirlar, jihad qilgisi kelmaydi. Lekin mana Ibrohim alayhisalomdan, Ismoil alayhisalomdan ibrat oling. Qarang qanchalik bir fidokorlik qilyaptilar. Mana biz Qurbon bayramida qurbonlik kesarkan mana bularni o'ylashligimiz, eslashligimiz kerak. Biz nima qilyapmiz biz? O'tgan payg'ambarlar, o'tgan ummatlarni qilgan xizmatlari, fidokorliklarini oldida biz hayotimizga bunday qaraydigan bo'lsak, zikr qilishlikka arziydigan amalimiz yo'q. Ertaga Allohning huzuriga qaysi bet bilan boramiz? Allohning huzurida Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom ham turibdi. Ayollari Hojar va Sora ham turibdi va ular ham ayol bo'lib turib tayyor bo'lishgan. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Ismoil alayhisalomni so'ymoqchi bo'lib ketyapti turganlarida, qani hatto Hojarga xabar bermadilar. Shayton kelib vasvasa qildi Hojarga. O'g'lingni qayerga olib ketyapti turganini bilasanmi? Yo'q. So'ygan olib ketyapti dedi. Keyin Hojar onamiz aytdilarki, nimaga so'yar ekan? Ibrohim gumon qilyaptiki, o'zicha aytayaptiki, Alloh taolo buyuribdi ekanmish. Deganda Hojar onamiz hech qanday ikkilanmasdan, hech qanday taraddud qilmasdan, hech qanday bir hayajonga tushmasdan aytdilarki, Alloh buyurgan bo'lsa itoat qiladi dedilar. Itoat qilsin dedilar, Robbisining hukmini ijro qilsin dedilar. Qarang ayol kishining matonatini qarang. Butun oila bo'yicha Allohga o'zlarini fido qilgan insonlar. Bizi oilalarimiz shunday bo'lishlik kerak. Butun islom olamida, butun islomiy oilalar mana shunday bo'lishlik kerak. Ota, farzand, ayol, ona, bular hammasi shunday bo'lishlik kerak. Sahobalar mana shunday edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularga dunyo va oxiratning izzatini berdi. Biz agar shu holatga keladigan bo'lsak, Allohga qasam ichib aytamanki, dunyo oxiratda butun yaxshiliklari bizniki bo'ladi. Dunyoda hech qaysi musulmon zarra qadar xorlik ko'rmaydi. Hech qaysi kofir musulmonga bir zulm qilish, qo'l uzatishligini qo'ying, bir yomon qaray olmaydi. Qarasa faqatgina bir hurmat, ehtirom bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Lekin ayb o'zimizdaki mana bunday go'zalliklar, mana bunday oliy darajalar, haqiqiy izzat, haqiqiy insoniyat, haqiqiy islomiyatni tark qilyapmiz. O'zimiz xorliklarni tanlayapmiz nafsimizga oson kelganligi uchun va natijada dushmanlarga, Allohning kofir qullariga xor bo'lishlik yo'lini o'zimiz tanlagan bo'lib qolyapmiz. O'zimizni qadrimizni, o'zimizni darajalarimizni o'zimiz tushiryapmiz. O'zimiz izzatimizni o'zimiz qo'limiz bilan maydalab yo'qotyapmiz. Mana Ibrohim alayhisalom va Ismoil alayhisalomning fidokorligi, itoati. Mana biz o'zimizni itoatimizni biz solishtiraylik, qani shariatga qanchalik itoat qilyapmiz. Bir muhokama qilaylik, bir hisob kitob qilaylik. Har kim o'zini nafsiga bir qarasin, hayotiga qarasin, shariatga qanchalik amal qilyapti. Hayotimizda qancha farzlar, qancha islom shiorlari, sunnatlar, shariatdagi muhim buyuk amallar poymol bo'lyapti. Allohning ahkomlarini zoyi qilib yashamayapmizmi? Vaholanki Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarni bizga nozil qilgan. Mana bu bizning yo'limiz bu. Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom ular bizning karvonimizda, karvonda boshida o'tgan insonlardir. Biz mana shu karvonga ergashgan, shu karvonga qo'shilgan insonlarmiz. Shariatga isyon qilishlik, shariatning hukmlarini tark qilib yashashlik bizga yarashmaydi. Mana Ismoil alayhisalom, ey otajonim, nimaga amr qilinyapti turgan bo'lsa shuni bajaring. Satajiduni inshaallohu minas sobirin. Inshaalloh deyaptilar. Meni yaqinda sabr qiluvchilardan topasiz deyaptilar. Qarang, men sabr qilaman deyaptilar. Hech qanday bir zarra qadar qarshilik qilmayman deyaptilar. Muxolifat qilmayman deyaptilar. Endi hozir insonni so'yishlik, endi bu yerda siz shar'an itoat qilsangiz ham insonni, ya'ni tabiatan insonni tabiatida bo'lgan bir fitratida bo'lgan bir qarshilik bor. Har qanday bir insonni masalan shar'iy jazo bir masalan jallod jalda qiladigan bo'lsa ham, bir darra bilan uradigan bo'lsa ham, shunda haligini urishiga nisbatan insonning jasadida bir qarshilik paydo bo'ladi.
Ya'ni fitratda bo'lgan narsa bu. Ismoil alayhisalom aytayaptilarki, men shar'an va aqlan, tab'an Alloh subhanahu va taologa itoat qilaman, o'zimni topshiraman, meni sabr qiluvchilardan topasiz deyaptilar. Ismoil alayhisalom haqiqatdan ham sabr qildilar. Va Ismoil alayhisalomning aqlini, farosatini qarangki, shunchalik katta fidokorlik qilyapti, yana o'zlari nafsiga suyanmayaptilar. Allohga e'timod qilyaptilar, inshaalloh deyaptilar. Agar Alloh xohlasa deyaptilar. Demak biz qanday bir solih amal qilsak, faqatgina Allohga suyanishligimiz kerak. Shuni yaxshilab bilaylikki, butun yaxshiliklar Alloh tarafidandir. Endi solih amal qilishlik har kimga nasib qilmaydi. Lekin Alloh taolo nasib qilgandan keyin shayton kelib aytadiki, mana sen namoz o'qiyapsan, chunki sen juda bir yaxshi insonsan-da. Yoki mana roza tutyapsan, nihoyatda fazilatli insonsan sen. Yoki hijrat qilibsan, qara, boshqalar hech kim emas seni oldingda. Sen oliy bir insonsan. Jihad qilyapsiz, sendan ko'ra izzatli, sendan ko'ra afzal bo'lgan inson yo'q deydi. Bularda hammasini nima uchun aytadi? Siz Allohning ne'matini esdan chiqarib, shuni Alloh taolo menga nasib qilgan edi. Buni menga Alloh taolo tavfiq qilib bergan edi. Allohning bir ne'mati edi menga. Men hech kim emas edim deb Allohga tavazu qilib, Alloh taolo shu solih amallarni nasib qilganligiga shukr qilish o'rniga kibr qilib, Allohning ne'matini unutib, Allohning qullariga zulm qilishligingiz uchun shayton sizni mana shunday holatga tushirib qo'yadi. Shuning uchun Ismoil alayhisalom mana shunday bir holatda ham bu masalani unutmadilar. Aytmadilarki, men hozir so'yilib ketaman, so'yilishlikka tayyor bo'lyapman, bundan katta fidokorlik yo'q-ku, bundan katta itoati yo'q. Shuning uchun bu narsani zikr qilmay qo'yaver demayaptilar. Baribir aytayaptilarki, ey otajonim, inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topasiz. Qani inshaalloh deyaptilar, Allohga bog'layaptilar. Bu oyatlarning tafsirida ba'zi mufassirlar, ba'zi sahobalar, hattoki ba'zi salafi solih bu Ishoq alayhisalom bo'lishi ham mumkin deydi. Chunki Yahud nasroniylar Tavrot va Injilni buzib Ismoil alayhisalomning o'rniga Ishoq alayhisalom deb talqin qilishgan, shunday sharhlashgan, izohlashgan, insonlarga shunday tarqatgan. Nimaga? Chunki Ibrohim alayhisalomning mana shu ikkita o'g'li Ishoq alayhisalom bilan Ismoil alayhisalom bo'lsa, Ismoil alayhisalom endi insonlarning tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, Abul Arab hisoblanadi, arablarning otasi. Ishoq alayhisalom esa Bani Isroilning, ya'ni Yahud va Nasroniylarning otasi hisoblanadi. Endi mana bu fazilatlar juda katta fazilat bo'lganligi uchun Yahudiylar Ismoil alayhisalom haqida ekanligini inkor qilishib, Ishoq alayhisalomga nisbat berishga harakat qilishadi. Ya'ni bu darajalarni osongina o'zlariga o'tkazmoqchi bo'lishadi. Lekin Yahud nasroniylarda mana bu qilyaptirilgan jinoyat, xiyonatdir. Bu aniq narsa. Bularda qanchalik jinoyatchi, xiyonatchi va kazzobligi ma'lum bo'lyapti. Lekin ikkinchi tarafdan mana Alloh subhanahu va taolo rizosi uchun, Allohning hukmlariga itoat qilishlik uchun inson o'zini so'yilishligiga tayyor bo'lishligi bu darajada fidokorlik, demakki ularga ko'ra ham go'zal bir narsa ekan. Modomiki Yahud va Nasroniylar shuni go'zal bir narsa deb biladigan bo'lsa, nimaga o'zlari shunday fidokorlik qilishmaydi? Nimaga tayyor bo'lishmaydi? Nimaga Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini qabul qilishmadi? Nimaga islomni qabul qilishmadi? O'zlarining foydasi edi-ku islomni qabul qilishlik. Qarang, mana bu voqealarni o'zlariga nisbat berishni yaxshi ko'rishadi. O'zlariga nisbat berib, biz ajdodlarimiz shunday ulug' insonlardir deyshadi-yu, lekin o'zlarini unutishadi, amal qilishmaydi. Endi ayni qiliq ba'zi musulmonlarda ham bor. Bizning ajdodlarimiz, meni bobosini bobosi juda katta olim bo'lgan ekan. Madrasaning eng katta ustozi bo'lgan ekan. Avliyo bo'lgan ekanlar. Madrasaga borib uchib kelar ekanlar. Karomatini hamma ko'rar ekan. Deydi, senda nima karomat bor? Bunda sigaret bor bunda. Karomat emas. Boshqa narsa yo'q. 2 quti sigaret chekkani bilan maqtanib yuradi. Kuniga 2 ta bitiraman deb. Boshqa hech qanday narsa yo'q. Tarixda o'tgan ajdodlar bilan maqtanadi xolos. Bu Yahud nasroniylarning xunuk qilig'i bu narsa. Endi mana bu oyatlarda
meni sabr qiluvchilardan topasiz dedi. Oyatda hozir kimligi aytilinmadi, lekin jumhur aytadiki, ahli sunna val jamoatning jumhuri, islom ahlining ko'pchiligi muhaqqiqlar aytadi, bu kishi Ismoil alayhisalomdir. Ishaq alayhisalom emas. Bunga dalil Anbiya surasi 85-oyatda Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Va Ismoila va Idrisa va Zalkifl kullun minas solihin." Ismoilni va Idrisni, Ismoil alayhisalom mana Ibrohim alayhisalomning o'g'li bo'lgan buyuk payg'ambar, Idris alayhisalom payg'ambar. Zalkifl to'g'risida ixtiloflar bor. Ba'zilar payg'ambarlarning yonida zikr qilinganligi uchun payg'ambar deydi, ya'ni ko'pchilik mufassirlar payg'ambar deyshadi. Ba'zilar aytadiki, solih qullardan edi, Allohning do'stlaridan bo'lgan avliyo qullardan edi deydi. Demak, Alloh taolo 3 kishini zikr qilyapti. Ismoil, Idris va Zulkifl deb kullun minas sobirin. Shularning har bittasi sabr qiluvchilardandir, sobirlardandir deyapti. Mana bu oyat yuqoridagi oyatga to'g'ri kelib, mana Alloh subhanahu va taolo Ismoil alayhisalomni sabr qiluvchilardan deb maqtayapti. Chunki men sabr qilaman dedilar va sabr qildilar, turib berdilar oxirigacha. Va adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Va biz bu payg'ambarlarni o'zimizning rahmatimizga kirgizdik. Albatta ular solihlardandir. Qarang, sabirlar va solihlar deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni maqtayapti. Demakki biz o'zimizda mana shu sifatlarni vujudga keltirishligimiz kerak. Sabirlardan bo'lishligimiz kerak Ismoil alayhisalomdek va solihlardan bo'lishligimiz kerak boshqa payg'ambarlardek. Yana Maryam surasi 54-55-oyatlarda Alloh taolo aytayaptiki: "Vazkur fil kitabi Ismoil." Kitobda Ismoil alayhisalomni zikr qilgin, eslagin. Qarang, Alloh taolo buyuryapti, Ismoil alayhisalomni eslanglar deyapti. Biz hayotimizda doim eslashligimiz kerak. Qachoniki shariatning hukmi bizni nafsimizga og'ir kelsa, biz shariatga amal qilamiz deganimizda ota-onamiz qarshi chiqsa, shariatga amal qilamiz deganimizda mahalla-ko'y qarshi chiqadigan bo'lsa, shariatga amal qiladigan bo'lsak, Namruddek podsholarimiz qarshi chiqadigan bo'lsa, biz Ismoil alayhisalomni eslashligimiz kerak. Unutmasligimiz kerak. Innahu kana sodiqal va'd. Ismoil alayhisalom haqiqatdan ham va'dasi sodiq bo'lgan insonlardan edi. Va'dasida turadigan insonlardan edi. Otasiga va'da berdi, meni sabr qiluvchilardan topasiz dedi, haqiqatdan ham sabr qildilar. Zarra qadar bir qarshilik qilmadilar. Qaytanga otasi u kishini so'yishligi qanday bir oson bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda turib berdilar. Alloh taolo maqtayapti, mana Ismoil sodiqal va'd, va'dasida sodiq bo'lgan insonlardan edi deyapti. Mana biz payg'ambarlarga ergashadigan bo'lsak, shu yo'lda tanlaydigan bo'lsak, Alloh taolo bizni maqtagan va Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rgan baxtli qullardan bo'lamiz. Bu yo'l faqatgina izzat, saodat yo'lidir. Va bu yo'ldan boshqa yo'lda hech kim va biz ham hech qachon izzat va saodatni ko'rmaymiz. Ya'ni yo'lni tanlayib turganda ehtiyot bo'laylik. Xorlik yo'lini tanlab olib, nimaga xor bo'lyapman demaylik. Izzat yo'lini tanlaylik, izzat yo'liga kiraylik, izzat bizniki bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni va'da qilgan. Mana Ismoil alayhisalom bunchalik fidokorlik qilyapti. Qarang, Alloh taolo boshqa suralarda ham maqtayapti. U sabr qiluvchidir deyapti. Sodiqul va'd, va'dasida sodiq, so'zida sodiq bo'lgan kishilardan deyapti Alloh taolo. Va kana rasulan nabiyya, va Ismoil alayhisalom rasul edi, payg'ambar edi. Va kana ya'muru ahlahu bis solati vaz zakah, va o'zining ahlini namozga va zakotga buyurar edi. Qarang, Ismoil alayhisalomning shariatida ham namoz va zakot bor edi. Endi boshqa amallar ham bor, lekin shu ikkalasini zikr qilyaptiki, demakki namoz bilan zakot dinda, balki butun shariatlarda, butun payg'ambarlarning shariatidagi eng muhim, eng buyuk amallardandir. Ismoil alayhisalom o'zlari ham namozga mahkam edi va ayoli, bola chaqalari qavmini, butun atrofidagi insonlarni namozga va zakotga buyurardilar. Va kana inda robbihi mardiya, va Robbisining huzurida rozi bo'lingan qullardan edi. Alloh subhanahu va taolo undan rozi bo'lgan edi deb Alloh taolo mana bizga maqtab ko'rsatyapti. Qarang, Ismoil alayhisalomning qancha fazilatlari bo'lyapti. Shu fazilatlardan bizga nasib qilishligini xohlamaymizmi?
Alloh taolo bizni to'g'rimizda ham sen sabr qulimsan, sen sodiq qulimsan, sen mardi, men sendan rozi bo'lgan qulimsan, roziligimga musharraf bo'lgan qulimsan deyishligini xohlamaymizmi? Ismoil alayhisalomning safida bo'lishligini xohlamaymizmi? Agar xohlaydigan bo'lsak, shariatimiz, aziz muqaddas dinimizning butun hukmlariga so'zsiz, taraddudsiz itoat qilishligimiz kerak. Va ba'zan din dushmanlari yoki zindiqlar o'zini musulmon ko'rsatib, lekin qalbida dinga dushman bo'lganlar gapni darrov burib, qaranglar bular nima demoqchi bu? Bular sizlarni shunday tarbiya qilmoqchiki, ertaga o'g'illaringizni so'ydiradi, otalaringizni so'ydiradi deydi. Ya'ni bu shaytoniy vasvasadan boshqa narsa emas. Islom tarixida hech qachon islom, ya'ni qurbonlik uchun farzandini yoki begonani so'yishlikka amr qilmagan, buyurmagan. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo imtihon qilyapti. Faqatgina Ibrohim alayhisalomning tarixida, hayotida bo'ldi xolos, boshqa bo'lgani yo'q va buyurdi. Hali oyat davomida keladi. Qissani biz zotan bilamiz. Ibrohim alayhisalom natijada so'ymadilar-ku. Alloh subhanahu va taolo imtihondan o'tding dedi. Alloh subhanahu va taolo kechirdi. O'sha savobni ajrni berdi. Bu bizni shu darajada bir tayyor bo'lishligimizga bir tavsiya xolos bu narsa. Lekin hech qachon islom bizdan bu insonni so'yib ibodat qilishlik, qurbon qilishlikka buyurmaydi. Din dushmanlari darrov gapni yoqqa bu yoqqa burishmasin. Hech qachon bizning shariatimiz insonni so'yishlikka, qurbonlik qilishlikka amr qilmaydi. Faqat biz shuni tushunsak, demakki mana qurbonlik qilyapti turganimizda qo'y so'yishligimiz, mol so'yishligimiz bizga oson bo'ladi va namoz o'qishlikka bo'lgan itoat, roza tutishlikka bo'lgan itoat, haj qilishlikka, zakot berishlikka, hijrat qilishlikka, jihad qilishlikka, islomiy hukumatni barpo qilishlikka bo'lgan itoatimiz oson bo'ladi shunda. Maqsad mana shudir. Soffat surasida qissani davomi 103-oyatga keldi. Falamma aslama Ibrohim va Ismoil taslim bo'lganlarida. Mana taslim bo'lyaptilar. Alloh subhanahu va taolo ularning taslimiyatini alohida zikr qilyapti. Qarang, biz qanchalik taslim bo'lsak, Alloh taolo shunchalik yaxshi ko'radi. Va farishtalariga zikr qiladi, qullarimni qaranglar, meni ko'rmagan holatda menga taslim bo'lyapti. Hukmlarimni so'zsiz qabul qilyapti deydi. Va tallahu lil jabin. Jabin ya'ni peshonani yon tarafi, o'ng taraf bo'lsin yoki chap taraf bo'lsin, peshonaning yon taraflari jabin deyiladi, o'rtasini jabha deyiladi. Va tallahu lil jabin degani va peshonasini yoniga qilib yotqizganda. Ya'ni Ibrohim alayhisalom Ismoil alayhisalomni yotqizdilar, qarang. Bu hazil narsa emas bu. Haqiqatdan Ibrohim alayhisalom o'g'illarini mana so'yishlikka tayyor bo'lyapti, so'ymoqchi bo'lyaptilar. Pichoqni ham qo'liga olganlar, o'g'lini yotqizdi va o'g'lini peshonasining yoni yerga tegdi. Imom Qurtubiy o'zlarining tafsirlarida ba'zi qavullarda zikr qiladilar. Ba'zi qissalar mashhur, ba'zilarini eshitganmiz. Va qala ba'duhum, Qurtubiy aytibdilar. Ba'zilar aytadiki, shu qissani aytib, kana kullama qata'a juz'an ilta'ama. Ibrohim alayhisalom so'yyaptilar, kesilyapti terisi yoki go'shi, pichoq o'tgandan keyin yana yopishib qolyapti, bitib ketyapti degan rivoyatlar bor. İşte so'yyaptilar, lekin bitib ketyapti. Va qala toifatun wajada halqahu nuhasan aw mughashshan bi nuhasin. Boshqa bir toifatki, Ibrohim alayhisalom shunday o'g'lini bo'yniga pichoqni qo'yib tortaman desa, bir temir qo'yilgan, mis qo'yilgan yoki mis bilan o'ralgan holatda so'yalmayaptilar. Va kana kullama arada qat'an wajada man'an. Har so'yaman desa, so'yalmayaptilar. Yana ba'zi qissalar bor, yana ham ta'sirli qilib aytishgan. Ibrohim alayhisalom o'g'lini so'yaman deyapti ekan, pichoq o'tmayapti ekan. Keyin o'tkirlab kelibdi, pichoqqa nima qilib, yana so'ysa, yana so'yilmabdi ekan. Keyin hayron bo'lib, pichoqqa hayron bo'lib, yonida bir tosh turgan ekan, toshni uribdi, pichoq toshni kesib yoribdi ekan. Keyin Ibrohim alayhisalom aytibdi, "Ey tosh, ey pichoq, men toshni kesib tashlading. Nimaga endi o'g'limni kesmayapsan? Keskin." Desa pichoq aytib ekanmishki, "Ey Ibrohim, sen so'ygin deyapsan, lekin Alloh taolo so'ymagin deyapti." degan qissalari ham bor. Odamlar o'rtasida mashhur.
Albatta bu chiroyli qissalar bular. Ta'sirli. Lekin Qurtubiy aytayaptilarki, "Va haza kulluhu jaizun fil qudrati ilahiyya." Bular albatta Allohning qudratiga mumkin bo'lgan narsa. Alloh taolo qodir, Alloh taolo uchun oson. Lakinnahu yaftaqiru ila naqlin sahihin. Lekin bular g'aybiy masalalar bo'lganligi uchun sahih bir naqlga muhtoj bo'ladi. Fa innahu amrun la yudraku bin nazari. Chunki bular aql bilan o'ylab topiladigan narsa emas. Bo'lmasam har kelgan olim o'zicha o'ylab, uni badiylashtirib, shundan qarab sizga bir qissani Ibrohim alayhisalom to'g'risida, o'g'li bilan to'g'risidagi qissa masalan bir yarim soatlik bo'lsa, uni 300 kun bayon qilsangiz bitmaydigan qissa qilib qo'yishadi uni. Har kim o'zidan qo'shib aslini yo'qotadigan, asliga zid bo'lgan bir qissaga aylanib qolaveradi. Bu aql bilan bo'ladigan narsa emas. Va innama tariquhu al-khabaru. Aytayaptilarki Qurtubiy, buni yo'li xabardir. Bizga birorta oyatdan dalil bo'lish kerak yoki sahih hadisda payg'ambarimiz alayhisalom xabar bergan bo'lish kerak. Lekin bular oyatda ham kelmagan bu gaplar va sahih hadisda ham kelmagan. Shuning uchun bularni takzib ham qilmaymiz, yolg'on ham demaymiz, tasdiq ham qilmaymiz. Bular to'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Mana islom dini shunchalik bir mustahkam bir dinki, ro'para kelgan narsani olmaydi. Bu masalan hozirgi qissalar qarasangiz chiroyli qissalar olsak bo'ladi, lekin olmaymiz u qissalarni. Chunki islom dini dalilli bir dindir, asosli bir dindir. Dalilsiz, asossiz narsani olmaydi. Walau kana qad jara zalik labayyanahu Alloh subhanahu va ta'ala. Va Imom Qurtubiy aytayaptilarki, agar o'sha voqea bo'lgan bo'lsa, hozirgi qissalar bo'lgan bo'lsa, unda Alloh subhanahu va ta'ala uni bizga bayon qilgan bo'lar edi. Ta'ziman li rutbati Ismoil va Ibrohim salawatullohi alayhima. Nimaga? Chunki hozir mana biz aytayapmiz, qissalar qanchalik ta'sirli. Bu narsalar Ismoil alayhisalom va Ibrohim alayhisalomni yana ham bir ta'zimini ifoda qiladi, yana ham darajasini balandligini ko'rsatadi. Agar bular bo'lganda edi, Alloh taolo aytar edi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytardilar. Lekin aytilmadimi? Demakki, g'olibi gumon bu bo'lmagan narsadir. Ibrohim alayhisalom shunday so'ymoqchi bo'ldilar. Ya'ni Qur'onda yotqizdi deyilyapti. Qarang, yotqizdilar. 104-oyatda va nadaynahu an ya Ibrohim. Va nido qildiki, ey Ibrohim deb nido qildik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo tarafidan Ibrohim alayhisalomga nido bo'lyapti, ey Ibrohim deb. Qad saddaqta ru'ya. Sen mana tushingni, ya'ni tushingda ko'rgan mana shu vahiyni to'g'riga chiqarding. Tasdiq qilding. Innaka zalika nazil muhsinin. Albatta biz muhsinlarga mana shunday mukofotlar beramiz deyapti. Mana shu yerda ham ba'zi qissalar bor, bilasizlar. Ya'ni Ibrohim alayhisalom o'g'lini so'yaman deb turganda, oyatni zohiriga qaradiki, yotqizish keldi, lekin pichoqni tortgan narsalar kelmadi. Shuning uchun biz qissani aytganimizda Ibrohim alayhisalom o'g'lini yotqizdi deymiz. Shunda keyin orqasidan oyat aytayaptiki, biz ey Ibrohim deb nido qildik deyapti. Shunga kifoya qilamiz. Endi bu yerda yana ba'zi rivoyatlar bor, shu Isroiliy rivoyatlar. Aytiladiki, osmonda butun farishtalar yig'labdi deydi. Qarang, qiziqarli, ta'sirli, har kimni o'ziga jalb qiladi, lekin dalil bo'lishlik kerak. Butun farishtalar yig'labdi. Alloh taologa duo qilishdi, ya Robbi, dunyoda faqat o'zi bir nechta musulmon bor, mu'minlar bor, Ibrohim alayhisalom va Ismoil alayhisalom va yana bir necha kishi. Endi mana o'g'li Ismoil alayhisalom agar fido bo'lib ketadigan bo'lsa, so'yladigan bo'lsa, farishtalar bardosh qila olmabdi. Yalinishibdi ekan Alloh taologa. Ya Robbi, o'zing kechirgin, o'zing oson qilgin deb. Keyin Alloh subhanahu va taolo Jabril alayhisalomni jo'natibdi ekan bir qo'y bilan, qurbonlik bilan. Keyin Jabril alayhisalom shoshib kelibdi ekanlar, ey Ibrohim to'xtagin deb. O'sha yerda masalan ba'zi takbirlar ham zikr qilinadi. Allohu akbar deb ekan deb. Keyin Ismoil alayhisalom Jabril alayhisalomni ko'rib, u kishi ham takbir aytibdilar. Keyin Ibrohim alayhisalom ham takbir aytibdi degan qissalar bor. Bu qissalar ham ya'ni Qur'onda kelmagan va sahih hadislarda zikr qilinmagan qissalardir. Qur'onda aytib turgani, biz Ibrohimga ey Ibrohim deb nido qildik. Haqiqatdan ham sen tasdiq qilding. Albatta biz muhsinlar, ihson qiluvchilar. Ihson qiluvchi, ihson nima degani? Ihson degani yaxshilik qilishlik degani. Ihsonning eng oliy darajasi
Payg'ambarimiz alayhisalomdan Jibril alayhisalom so'radilar. Mal ihsanu? Ihson nima dedilar? Jibril alayhisalom aytdilarki, al ihsanu an ta'budu robbak ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Robbingni ko'rib turganingdek ibodat qilishligingdir. Agar Robbingni ko'rmayib turgan bo'lsang ham, albatta dunyoda hech kim Allohni ko'ra olmaydi. Alloh taolo seni ko'rib turganligini bilgan holatda, shunga yaqin qilgan holatda ibodat qilishliging. Demakki, muhsin kim? Alloh subhanahu va taolo doim uni ko'rib turganligini his qilgan holatda shariatga itoat qilib yashaydigan insondir. Alloh taolo mana Ibrohim alayhisalomning qissasini bizga aytayaptiki, Ibrohim alayhisalomga, Ismoil alayhisalomga biz mana shuncha mukofotlar, shuncha izzat, saodat, darajalar berdik. Kimiki muhsin bo'lsa, kimiki ularga ergashadigan bo'lsa, ularga ham shunday mukofotlar beramiz, deyapti Alloh taolo. Va buni muhsinlik deyapti Alloh taolo. Shuning uchun aqlli inson, qalbida iymoni bo'lgan inson albatta Amerikaga, Rossiyaga emas, Yahud nasroniylarga emas, ularda saxtakor olimlariga, professorlariga emas, haqiqiy izzat sohibi bo'lgan, haqiqiy kamolat sohibi bo'lgan payg'ambarlarga ergashadi. Ibrohim alayhisalomga ergashadi, Ismoil alayhisalomga ergashadi, Muhammad alayhisalomga ergashadi. Biz mana shu payg'ambarlarga ergashsak muhsinlardan bo'lamiz va Alloh taolo ularga bergan mukofotlarni bizga ham albatta beradi. Najm surasi 37-oyatda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni maqtayaptiki, va Ibrohimallazi vaffa, va va'dasida, so'zida, itoatida, ibodatida vafo ko'rsatgan, vafodor bo'lgan Ibrohim alayhisalom deyapti Alloh taolo. Yana Soffat surasining davomida 106-oyat, inna haza lahuval bala'ul mubin. Albatta bu ochiq bir katta bir imtihondir. Oson narsa emas edi. Ibrohim alayhisalom o'g'lini so'yishlikka tayyor bo'lishligi, ota-bolani tayyor bo'lishligi, butun oilani fidokorlik qilishligi. Alloh aytayaptiki, albatta bu nihoyatda bir ochiq, buyuk bir imtihondir. Va fadaynahu bi zibhin azim. Keyingi oyatda 107-oyatda aytayaptiki, biz unga buyuk bir qurbonlikni fido qildik deyapti. Ya'ni o'g'lining o'rniga buyuk bir qurbonlik jo'natdik deyapti Alloh taolo. Alloh taolo tarafidan qurbonlikka mana hayvon berildi. Bu hayvon nima edi? Har xil qavullar bor. Muxtalif qavullar zikr qilingan. Lekin Imom Bag'aviy o'zlarining Ma'limut Tanzil degan tafsir kitoblarida aytadilarki, qala aksarul mufassirin kana zalika al-kabshu. Mufassirlarda ko'pchilik aytadiki, o'sha qo'chqor edi. Keyin Imom Bag'aviy yana ba'zi qavullarda aytgan, ularni ham davomini aytaylik. Ra'a fil jannati 40 kharifan. Bu qo'chqor jannatda 40 yil o'tlab yurgan edi deyaptilar. Endi ba'zi mufassirlarning qavli bu. Wa ruwiya an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas qala al-kabshu allazi zabahahu Ibrohim huwa allazi qarrabahu ibn Adam Habil. Ibn Abbosdan rivoyat qilyaptiki, Ibrohim alayhisalom o'g'lining o'rniga so'ygan qo'chqor bu Adam alayhisalomning o'g'li Habilning Alloh taolaning yo'lida qurbonlik qilgan qo'chqoridir deyaptilar. Endi bu hayvonning qo'chqorligi to'g'risida rivoyatlar bor. Lekin u qo'chqorda jannatda yashaganligi yoki Habilni qurbonlik qilgan qo'chqor ekanligi to'g'risida ya'ni sahih rivoyatlar yo'q. Imom Suyuti Ad-Durrul Mansur tafsirlarida aytayaptilar: Akhraja Abd ibn Humayd va Ibn Jarir ibn al-Munzir va al-Hakim sahhahahu an ibn Umar radiyallohu anhuma fi qawlihi va fadaynahu bi zibhin azim. Abd ibn Humayd, Ibn Jarir, Ibn al-Munzir va Hakimlar rivoyat qilib, Hakim sahih degan rivoyatda Ibn Umardan rivoyat qilinyapti. Alloh rozi bo'lsin u kishilardan. Alloh taolaning mana shu oyatini tafsirida biz unga buyuk bir qurbonlikni fido qildik deyapti Alloh taolo. Berdik deyapti. Qala Ismoil zabaha anhu Ibrohim al-kabsha. Ya'ni bu yerda Ismoil alayhisalom to'g'risida gap ketyapti. Ibrohim alayhisalom Ismoil alayhisalomning o'rniga qo'chqorni so'ydilar deyilyapti. Endi payg'ambarimiz alayhisalomning amaliga qaraydigan bo'lsak, o'tgan darsda qurbonlik to'g'risidagi darsimizda aytdik. Payg'ambarimiz alayhisalom ko'pincha ikkita katta oq
shohli qo'chqor so'yardilar. Ulamolar aytadiki, Ibrohim alayhisalomga berilgan qo'chqor ham shunday shohli va oq qo'chqor edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ham shohli, katta va oq qo'chqor so'yishlikka harakat qilardilar. Demak, qo'chqorligi to'g'risida mana Hokimning Sahih degan bir rivoyati mavjud. Shuning uchun Ibrohim alayhisalomni qurbonlik qilib kesgan narsasi qo'chqor deb aytishligimiz mumkin. Suraning davomida Alloh taolo aytayaptiki: "Va tarakna alayhi fil akhirin." Va shunday qilib biz Ibrohim alayhisalom uchun keyingi keladigan insonlarning orasida go'zal zikrlarni tark qildik. Keyingi keladigan insonlar orasida Ibrohim alayhisalom to'g'risida mana go'zal tasavvur, bir hurmat, ehtirom, muhabbat va go'zal bir zikr qoldi. Albatta islom ahli, butun mu'minlar dunyoni qayerda bo'lsa bo'lsin Ibrohim alayhisalomni yaxshi ko'radi. Ismoil alayhisalomni yaxshi ko'radi. Biz yaxshi ko'ramiz albatta. Ularga ergashishlikka harakat qilamiz. Hatto yahudiylar ham yaxshi ko'rishadi va nasroniylar ham yaxshi ko'rishadi. Shuni aytayapti Alloh taolo, keyingi insonlarning ichida Ibrohim alayhisalom uchun go'zal bir zikr qoldirdik deyapti. Demakki biz mana shariatga itoat qiladigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalomning hayotini zohiriga qarasangiz, vatanidan haydalgan, qavmidan haydalgan, otasi tarafidan badduo qilingan, podshoh tarafidan qattiq bir ta'zib qilingan, Interpolga berilgan odam edi. Zohiran qarasa shunday edi. Lekin hozir mana hamma yaxshi ko'radi. Hammasi Ibrohim alayhisalomni yaxshi ko'radi. Demakki biz agar insonlarni bizga muhabbat qilishligini xohlasak ham, albatta bu ham yaxshi narsa. Allohni rozi qilishga harakat qilaylik. Allohni rozi qilsak, Alloh subhanahu va taolo insonlarning qalbiga bizga nisbatan muhabbat qo'yadi. Lekin biz Allohni norozi qilgan holatda, Allohga isyon qilgan holatda insonlarni rozi qilamiz desak, insonlarni ham rozi qila olmaymiz. Xoliqimiz, Robbimizni ham roziligidan mahrum bo'lib, o'zimizni dunyo oxiratda xor qilamiz. Ibrohim alayhisalomning hayotini qarang, qanchalik bir ashaddiy dushmanlik qilishdi, lekin hozir hamma Ibrohim alayhisalomni yaxshi ko'radi. Salamun ala Ibrohim. Qarang, Alloh taolo aytayaptiki, Ibrohimga salom bo'lsin deyapti. Salomatlik bo'lsin. Dunyoda ham oxiratda ham salomatlik bo'lsin deyapti Alloh taolo. Kazalika najzil muhsinin. Yana takror aytayaptiki, ta'kidlab, muhsinlarga biz mana shunday mukofotlar beramiz deyapti. Ya'ni bizni muhsin bo'lishlikka chaqiryapti Alloh taolo. Sizlar ham muhsin bo'lar ey kullarim, sizlarga mukofotlar beray deyapti. Alloh taolo marhamatli zotdir. Hammamizni najot topishligimizni, aziz va saodatli bo'lishligimizni xohlaydi, lekin biz ham xohlashligimiz kerak. Innahu min ibadinal mu'minin. Albatta Ibrohim alayhisalom bizlarning mo'min qullarimizdandir deyapti. Qarang, mo'min qulimizni maqtayapti Alloh taolo. Alloh azza va jalla bizni va butun islom ummatini mana bu oyatlarga amal qilgan va Alloh taoloning sabir, sodiq, muhsin va mo'min qullardan bo'lishligimizni muyassar qilsin. Alloh subhanahu va taolo butun islom olamiga kirib kelyapti turgan Qurbon bayramini barakatli qilsin. Butun ibodatlarini dargohida qabul qilsin. Shu jumladan qiladigan qurbonliklarni ham Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Ibrohim alayhisalomdek, Ismoil alayhisalomdek Allohning shariatiga so'zsiz itoat qiladigan sodiq qullaridan qilsin. نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا